Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi oshxona mebelimizni tayyor holatga olib kelganimizni avval qilib beramiz. Hozir bu mebelimizni Farg'ona viloyat, Farg'ona shahriga o'rnatdik. Xudo xolasa chiroyli holatda, high-tech posonda bo'ldi. Bu mebelimiz bu tomonidan ketadigan bo'lsak, bu tomoniga chekkaga mo'yka tushdi. Buni tepasiga har doimgidek mana shu shurkalarni ham yaxshisidan qo'ydik. Oshim har doimgidek vakuumli. Mana buni ruchkasiz posonda bo'ldi. Aynan o'stirib, mana bu yerlarga mana chiroyli holatda barlarni ham joyladik. Buni bu yerga keladigan bo'lsak, bu barlardagi barlarni o'rnatdik, tortni ichida padonlar ham bor, boshqa uyga chiqib oladigan padonlar ham bor, balonlar ham vakuumli. Bundan keyin mana gaz, buni tagiga katta duxovkadan qo'yib bering, bu chiroyli holatda katta duxovkalarni o'rnatib berdik. Bu ustiga gaz, buni ustiga men Rossiyadan olib kelgan bitishgan joyga bering dedi. Mana bu holatda bitishi ekan, holatda o'rnatib berdik. Ichida ko'rinmaydigan bitishlar ekan. Xudo xolasa mana bu holat berdi, polkalar. Bu tomonda ham polka. Menga kengroq, kattaroq polka kerak. Yo'lda mana kattaroq polka qilib berdik. Bu tepasida shu holatda polka, ikkitali polkalar ham ikkitali, eshik cheklari ham plastmasda kronka, korpuslari ham plastmasda kronka bo'lgan. Xudo xolasa zo'r holatda tushdi. O'zi uyda egasiga ham yoqdi. Rahmat. Bu chekkasi ham mana xonadonga tushadigan bo'ldi. Xonadonlar ham bemalol osilib yopiladi. Bu mebelimizni kameramizni o'zini bostirib olaman dedi, o'zi bostirib qo'ygan ekan, kerak, olib keldik. Bundan keyin mana dog'imiz 3-etajga qo'yib yetmaydi. 3-etaj mana dog'imiz ochiladi, endi qo'yib yetmaydi hozir. Shuning uchun ularni ham mana xonadonga tashlab kattaroq qilib berganmiz. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, like, podpiska bosib, kommentariy yozishni unutmanglar. Xudo xolasa bundan keyingi mebellarimizni obzorni ham qo'yib boramiz.